hamma joy toza. Tezlikka tekin yetib Nega? mana kecham bo'ldi. Arzon bo'libdi. Aqlmi? Men o'zbekiston qilacak. Men aql oldim. Chaqirtirgan ekansiz. Kelganing yaxshi uka. Lekin men senga quruq qo'l bilan kelmagin degan. Sizga umuman deydi. Ishinam yo'q men bilan. Yoshgina bo'lmagan Nargiza. Nima deganing? Bilganingizni aytmoqman. Nargiz. Meni prinsipimga qarshi chiqishim anchagina qimmat turadi. Mana shu gap uchun ham sizga hurmat qilaman. Siz o'z qadringizni biladigan odamsiz. Menga siz xodimlarga ishlash yoqadi.
Alo, Alo, eshitaman, nima deysan? sen nima qilyapsan? Nima qilman? Lokatsiya tashlashga tashlabsan, lekin nega rasmga olmayapsan? Voy, blin. Menga qara, seni esing joyidami o'zi? Oxirgilarini rasmga olish esdan chiqibdi-ku. To'nka, bunaqada axir klientni qochiramiz. Tez to'g'rila. Yaxshi, tushundim. Blyat. To'xta! Maraz, to'xta! To'g'ri o'rningdan. Dori qani? Bo'ldi aka. Aka urmang. Dorini cho'z bu yoqqa. Bo'ldi. Mana. Chort. Qo'yvor. Keldi. Men aytganimdan ko'proq-ku aka. Voilà. Bilmadim. Hozir uchib keladi. Ha, bo'ldi. Asabiylashmang aka. Hazillashdim. Hozir qizingizni olib kelishadi. Qo'l oyoqlarini bog'la.
Och eshikni. Och. Malika. Och. Malika, och. Och eshikni. Namuncha baqirasan? Ovozingni butun Toshkent eshitdi-yu. Qani pulim? Topib berasan. Bilmayman. Qani pulim? Bilmayman. Qanaqa pul haqida gapiryapsan, bilmayman. Qani pulim? Javob ber. Bilmayman. Ey, narkoman, qani pulim? Qani pulim dedim senga. Qayerda? Men qayerdan bilaman seni pulingni? Qani deyapman senga. Bilmayman. Ey, Gerkules, Gerkules. Men senga necha marta aytganman. Emotsiyaga berilma deb. Emotsiyaga berilsang shunaqa har qadamda qoqilishingga to'g'ri keladi. Yomon tushmadingmi bo'talog'im? Hozir mana shu pullarni sanab oling, o'zim senga yordam berib boraman. Bizda bir naql bor. Pulni yerdan topsang ham sanab ol deyishgan. Sanab olgunimcha sabr qilib tur. 1 2 3 4 5. Yuz. Kelishganimizdan ham ko'proq ekan. Seni aybing pullarni sanab ko'rmaganing. Bu meni aybim emas. Qiynalyapsanmi qadrdon? Uzr endi. Men seni turgazib qo'ya olmayman. Kuchim yetmaydi. Shuning uchun xafa bo'lmaysan. Xullas, meni yaxshilab eshit Arslon. Qizing soppa-sog'. Uni sog'ligidan xavotir olma. To'g'ri. Men senga pullarni olib kelsang, qizingni qaytaraman deb va'da berganman. Lekin hozircha unday qila olmayman. Jab. Senga boshqa bir ish bor. Agar Mubinani sog' salomat xotiningni oldiga qaytishini xohlasang, faqat va faqat men aytgan ishni qilishga majbursan. Bu senga ham yoqadi. Men senga qizingni o'g'irlab ketgan insonni vaqti kelib o'ldirishga ruxsat beraman. Faqat hozircha uni kimligini ayta olmayman. Bilasanmi Arslon? Men o'zi juda ko'ngli bo'sh odamman. Menga seni qizingning sog'ligi juda ham zarur. Uni o'g'irlash g'oyasi mendan chiqqani yo'q. O'sha odamdan chiqdi. To'g'risi, o'zim ham ta'sirlanib ketdim. Qanaqa qabih odamlar bor bu yorug' dunyoda. Tinchlan, Jab. Meni senga rahmim kelyapti, og'ayni. Xullas, meni shartimni eshit. Agar shartimga rozi bo'lsang, men Mubinani sog' salomat qo'lingga qaytaraman. Arslon,
Men seni o'lib ketishingni ham xohlamayman. Shuning uchun kelishamiz. Xullas, sen o'zing Yertesharning oldiga borib, undan uzr so'raysan. U seni yaxshi ko'radi. Seni kechiradi, men bunga ishonaman. Sheriging bilan bo'lsa orani ochiq qilganlaringni aytasan. Qizing masalasiga keladigan bo'lsak, bu ikkalamiz o'rtamizda sir bo'lib qoladi. Agar yana kimdir bilgudek bo'lsa, men qizingdan ayrilib qolishingdan qo'rqaman. Tinchlan. Qimirlama. Menga unaqa qarama, Arslon. Men ham qizingni sog' salomat ayolingni qo'liga topshirish tarafdoriman. Xullas, ana o kimsani qachon yo'q qilishingni o'zim senga aytaman. O'shani yo'q qilishing bilan Mubinani sog' salomat uyimda deb hisoblayver. Kelishdikmi? Mana bu boshqa gap. Tur. Olib chiqib ket. Alo. Alo, aka. Ha, Nargiza. Qayerdasiz? Tinchlikmi o'zi? Nega uyga kelmayapsiz? Tong yotyapti axir. Katta hovlida bir o'zimman. Ozgina bo'lsa ham singlingizni o'ylang axir. Iltimos, men bir o'zimman. Nahotki uyga kelish shunchalik qiyin bo'lsa? O'tinaman, bir marta bo'lsa ham meni o'ylang. Nargiza, bo'ldi. Hozir boraman. Aniq kelasizmi? Bo'ldi, singlim. Kechir, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, Boraman dedim-ku senga, xavotir olma. kutaman. Alo. Alo, ukajonim. Nima bo'ldi? Tugatdingmi? Tugatolmadim. Nima? 40 grammcha qoldi. Hozir qayerdasan? Kvartiradaman. Tushunmadim. U yerda nima qilyapsan? Hali shuncha ishing bor ekan. Nima qilib o'tiribsan? Javlon, men juda charchadim. 300 Ey, gramm nerealniy ishga o'xshayapti. Tushunyapsanmi? o'zingga qara. Agar ishni bitira olmasang, o'sha gap. Men o'ylayotganim, bechora Dilnoza o'zini osib qo'ymasa bo'ldi. Javlon, valdiramagin. Bolakay, charchiysanmi, boshqa qilasanmi? Menga umuman farqi yo'q. Xullas, sen ishni qil. Vaqting ketyapti, toy bola. Chinursin.
Nimaga tinchlikmi? Hammasiga siz aybdorsiz. Tushunmadim. Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Siz anavi iflosning tarafini oldingiz. Men uni ketsin dedim, lekin siz yana tarafini oldingiz. Mana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Pul yo'qoldi. Qanaqasiga? Buni anavi narkomaningizdan so'rang, xo'p? Bo. Qaysi xonada u? 4-xonada. Malika. 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 Hey. Tur, Malika. Malika, ko'zingni och. Malika. Malika, tur. Tur, Malika. Bo'ldimi? Yur. Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Gapir. Arslon kepti. O'zi keptimi? O'zi kelgan. Tegmanglar deganingizga tegmadik. Eshikning oldida kutib turibdi. Chaqir. Yaxshi, xo'p. Kutmagandim. O'qi. Men hech qachon sizga qarshi bormagandim. Oxirgi paytda bo'lgan ishlar, vaziyatlar bizni oramizga sovuqchilik tushirib qo'ydi. Yorqin aka, men o'z kechirimimni so'rab yoningizga keldim. O'ylaymanki, siz meni yaxshi bilasiz. Bundan hech qanday manfaat ko'zlamayapman. Men shunchaki vaziyatga real ko'z bilan qarab, oldingizga bosh egib is so'rab keldim. Sherigim haqida bilmoqchi bo'lsangiz, biz u bilan kelisha olmadik. Men uni o'ldirib qo'ydim. Endi bo'lsa, to'xtat. Men o'ylab ko'raman.
Gapir Malika. Pul qayerda? Men qayerdan bilaman? Sen olgansan, boshqa kim oladi? Menga tuhmat qilma. Men hatto o'sha jomadonning ichida pul borligini ham bilmagandim. Bilganingda avvalroq o'g'irlagan bo'larmiding? Men o'g'ri emasman. Sen tuhmat qilganing uchun hali javob berasan. Malika, ko'zimga qara. Aka, ishoning. Men olmaganman o'sha pulni. Sen olganingga o'zim ham ishonmayapman. Nima? Bu nima deganingiz? Nima? Shuncha pul o'zidan o'zi yo'qolib qoladimi? Arslon telefonni ko'tarmayotgani bejizga emas ekan. U kecha bu yerga kelgan. Umid qilamanki yolg'iz. Siz ayoli bilan gaplashdingizmi? Yo'q, ayolini topa olmadim. Qanaqa qilib? Shunchaki yo'q bo'lib qolgan. Na qizi, na ayoli bor. Demak, yer teshar undan pul talab qilyapti. U esa Neginani pulni olib chiqib ketishga majbur bo'lgan. Morazlar. Men unaqa deb o'ylamayman. Yer tesharga Arslonni pullari kerak emas. Bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi. Ya'ni nima gap? Arslonni kimdir majburlayapti. Balki u javlondir. Jonga tegdi hammasi. Ko'chamiz. Yanami? Shunday qilishimiz kerak. Agar tezda bu yerdan chiqib ketmasak, nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Men-ku Arslonni bizni sotmasligiga ishonaman. Lekin u kim bilan kelgan? Kimlar uni kuzatib kelgan? Bunisi menga qorong'u. Xo'p, qayerga ko'chamiz? Biror bir joyingiz bormi? Bilmadim. Menda variantlar tugadi. Sultanchikning kvartirasi. Sultanchik anchadan beri u yerga bormayapti. Menda esa kalit bor. Kvartira xo'jayinga tegishli. Demak, u bizga ham tegishli. Arslon biladimi u yerni? Biladi. Lekin Arslon bizni sotmasligi aniq. Nega desanglar, u sultanchinikiga borib yashashimiz mumkinligini o'ylamaydi ham. Alo, Alo, Javlon. eshitaman. Men hammasini tarqatib oldim. Barakalla. Bugun 100 mingni 3dan 1dan qutulding. Yaxshi. Kechga yana xabarlashamiz. Kelishdik. Alo, Nargiza, singlim, meni kechir. Sizga gapirishni umuman foydasi yo'q ekan. Unaqa dema. Nega unaqa deysan? Sen men uchun juda ham muhimsan. Men seni juda ham yaxshi ko'raman, Nargiza. Eshityapsanmi? Ha, eshitdim. Endi bo'lsa, ozgina qovog'ingni och. Xo'p? Nima, siz meni aldab, qayergadir ketib, yana uyga kelmoqchi emasmisiz? Nimaga unaqa deysan? Albatta boraman. Aniqmi? Bugun bitta osh qilib berasan. Gap yo'q, siz kelavering. Osh mendanda, keginam. Yaxshi, boraman. Kutaman aka. Xo'p, singlim. Xo'p. Bo'pti.
Assalomu alaykum, kechirasiz. Assalomu alaykum, xo'sh xizmat. Menga Solixa kerak edi. Vahobova familiyasi. Ha, 2-qavat, 302-xona. Aha, rahmat. Sog' bo'ling. Solixa. Salom Solixa, yaxshimisiz? Solixa, sizga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Haliyam mendan xafamisiz? Solixa, nega gapirmaysiz? Men sizdan kechirim so'ragani keldim. Men bilan gaplashishni xohlamasangiz ham mayli. Bu sizning xohishingiz. Lekin iltimos bir marta meni eshiting. Solixa, men ham bir o'limdan qoldim. Allohim menga ikkinchi imkoniyatni berdi. Men qilgan ishlarim uchun tavba qildim. Bilaman. Men sizga eng jirkanch, eng qabih ishni qilganman. Solixa, iltimos meni kechiring. Faqat jim turmang. Agar kechira olsangiz, kechiring meni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Solixaga kim bo'lasiz? Men Solixani qarovchisiman. Tushunarli. Oldin sizni hech ko'rmagan ekanman. Oldinlari Abbos aka bilan kelardi. Undan keyin Kamol bilan. Shunga ko'rmagansiz. Tushunarli. Tashqariga chiqa olasizmi? Sizda gapim bor edi. Xo'p. Eshitaman sizni. Hozir Solixa juda ham og'ir ahvolda. Shuning uchun uni oldida har xil siqilishga sabab bo'ladigan gaplar gapirish yaxshi emas. Agar siz uni qarovchisi bo'lsangiz, shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Tushunmadim. Shunda Solixa avvalgidek gapirmayapti, harakatlanmayaptimi? Shunaqa. Qattiq stress sababli shu ahvolga tushib qolgan. Shoshmang. Qanaqa stress? Qanaqa bo'lardi? Solixaga Kamolning o'limi juda ham qattiq ta'sir qilgan. Nima? Ne? Kamolning o'limi? Ha, o'shaning uchun bundan buyog'iga juda ham ehtiyot qilishingiz kerak Solixani. Yaxshimisiz? Mayli.
bitta o'zim begona kvartiraga bormayman. Chunki men u yoqlarni bilmayman. Men emas, mana u borsin. Men Mirzakani qidirgani boraman. Davronga jinoiy ish ochilgani bilan o'zi ularda isbot dalil yetarlimi? Ular bugun ekspertiza xulosasini olishgan. Ya'ni Kamolni oyog'iga mumkin bo'lmagan ukolni qilinganligi aniq bo'ldi. Va'da qilingan ishlar amalga oshmasa, Arslonning qizi nafaqat seni qo'lingda, balki meni qo'limda ekanligini ham eslatib turish kerak. kechiring xo'jayin. Har kuni qidiryapmiz. Hech qayerdan topolmayapmiz. Xudo haqqi rostdan qidiryapman xo'jayin. Kechagi ishing menga yoqmaganda men bu